Bu darsimizda biz turli xil kompyuterimizdagi bo'lgan fayllarda, papkalarda yashirishni ko'rib chiqamiz. Bizga birinchi ushbu dastur kerak bo'ladi. Ushbu dasturga kiramiz. Ochganimizdan keyin qaranglar. Sizlarda birinchi oynada bo'ladi. Siz spisokka kirasiz, ro'yxatlarga. Давайте degan joyga kirasiz. Keyin bu tomonidan papkani tanlab olasiz. Men mana shu papkani tanlayman. Xolisini fayl tanlasini nimalarni papkani tanlab OK qilaman. Keyin skript va blokrovka tanlayman. OK beraman. Bo'ldi. Ko'rgan bo'lsanglar mana yo'qoldi. Bu endi chiqmaydi. Endi buni chiqarish uchun on va off, yoqish va o'chirish. Bo'ldi. Shunday qilib biz ma'lumotlarimizni yashirib qo'ysak bo'ladi.